Avtomobilingizdagi bitta kichik elektron komponent dvigatel unumdorligini qariyb chorak qismga tushirib, har safar yoqilgi quyish shoxobchasiga borganingizda yoqilgi sarfini 20% ga oshirishi mumkinligini bilarmidingiz? Bu komponent havo oqimi o'lchagichi, UMAF datchigi nomi bilan ham tanilgan. U ifloslanganda dvigatel titray boshlashi mumkin. Dvigatelda uzilishlar kuzatiladi. Boshqaruv panelida dvigatel nosozligi chirog'i yonadi va xarajatlaringiz tezda oshib ketadi. Biroq yaxshi xabar shundaki, bu datchikni hech qanday murakkab uskunlarsiz, atigi bir necha daqiqa ichida o'zingiz tozalashingiz va shu orqali yuzlab pul birligiga tushishi mumkin bo'lgan ta'minlash xarajatlardan qochishingiz mumkin. Videoni oxirigacha kuzating. Shunda siz ushbu jarayonning har bir bosqichini qanday qilib professional va xavfsiz tarzda bajarishni bilib olasiz. Bu esa avtomobilingizning asl quvvatini to'liq tiklashga yordam beradi. Keling, ushbu datchik nima ekanligi haqidagi qisqacha tushuntirishdan boshlaymiz. Havo sarfi datchigi bu odatda havo filtri korpusi va dvigatelning qabul qilish tizimi o'rtasida joylashgan kichik o'lchamli elektron qismdir. Uning vazifasi dvigatelga sorilayotgan havoning hajmi va zichligini doimiy ravishda o'lchab borishdan iborat. To'plangan ma'lumotlar keyinchalik avtomobilning elektron boshqaruv blokiga uzatiladi. U esa bu ma'lumotlardan qancha yoqilgi purkash kerakligini aniq belgilash uchun foydalanadi. Boshqacha aytganda, havo sarfi datchigi havo va yoqilgi aralashmasining muvozanatini doimiy ravishda nazorat qilib turuvchi ko'rinmas regulyator vazifasini bajaradi. Bu esa dvigatelning ravon ishlashini, yoqilgi sarfining nazorat ostida bo'lishini va zararli chiqindilarning kamayishini ta'minlaydi. Muammo eskirish bilan boshlanadi. Datchik asta-sekinchang havo filtridan o'tgan moy qoldiqlari va havoda muallaq turgan turli zarrachalarni yigib oladi. Bu esa uning o'lchovlari aniqligiga salbiy ta'sir qiladi. Bu o'zini bir qator xarakterli alomatlar bilan namoyon qiladi. Tezlanishning sustligi, dvigatelning beqaror ishlashi, yoqilgining sezilarli darajada ko'p sarflanishi, egzozdan qora tutun chiqishi va ba'zida check engine chirog'ining yonishi. Aynan shu muammolarning oldini olish va ularni bartaraf etish uchun ushbu datchikni muntazam tozalab turish zarur. Jarayonni boshlashdan oldin bir nechta asosiy vositalarni tayyorlab olish kerak. Kimyoviy moddalardan himoyalanish uchun qo'lqop va himoya ko'zoynaklari, datchikni o'z o'rnidan ajratib olish uchun mos keladigan tornavida yoki kichik kalit, to'kilishi mumkin bo'lgan suyuqliklarni shimib olish uchun datchik ostiga qo'yiladigan toza latta va eng muhimi, faqat havo oqimi datchiklari, MAF uchun mo'ljallangan tozalovchi sprey. Muhim jihat, hech qanday holatda ko'p funksiyali moylash vositalari, drossel korpusi tozalagichlari, karbyuratorlar uchun mo'ljallangan vositalar yoki tormoz tozalagichlari kabi umumiy tozalash vositalaridan foydalanmang. Ushbu moddalar qoldiq qoldiradi va datchikka qaytarib bo'lmaydigan darajada zarar yetkazishi mumkin. Kerakli jihozlar tayyor bo'lgach, qismlarga ajratishni boshlash mumkin. Kapotni ko'taring va havo filtri korpusini toping. Havo qabul qilish trubkasi ushbu korpusni dvigatel korpusi bilan bog'laydi va havo sarfi datchigi odatda to'g'ridan to'g'ri shu trubkaga o'rnatilgan bo'ladi. So'ngra datchikka ulangan elektr kabelini ajratib oling. Buning uchun mahkamlagich qisqichini bosing va ulagich oqqa bo'ylab ehtiyotkorlik bilan torting. Datchik mahkamlagichini bo'shating. Uni ehtiyotkorlik bilan aylantiring va joyidan chiqarib oling. Diqqat qiling, datchik ichida juda nozik va sezgir o'tkazuvchi filamentlar, tolalar mavjud. Ularga barmoqlar yoki biron bir buyum bilan tegish qat'iyan man etiladi. Aks holda komponentni butunlay ishdan chiqarib qo'yishingiz mumkin. Datchikni toza mato ustiga qo'ying va keyingi bosqichga o'ting. Maxsus tozalovchi spreyni oling va naychali uchligini purkagichga o'rnating. Datchikni vertikal holatda, taxminan 10-5 cm masofada ushlab turing va qisqa, takroriy bosishlar bilan 10-5 marta purkang. Mahsulotni datchikning barcha tomonlariga bir tekis qilib purkang. Bir tekis tozalash uchun purkash jarayonida datchikni turli burchaklar ostida aylantiring. Tozalash tugagandan so'ng, datchikni toza va havo almashinadigan joyga qo'ying va kamida 10-20 daqiqa davomida tabiiy ravishda qurishiga imkon bering. Datchik hali nam bo'lsa, uni hech qachon qayta o'rnatmang. Bu qisqa tutashuvga olib kelishi va elektr tizimiga zarar yetkazishi mumkin. Datchik to'liq quriganidan so'ng, uni qayta o'rnatishga o'ting. Uni havo oqimi yo'nalishini ko'rsatuvchi datchik korpusiga o'yilgan strelka yo'nalishiga rioya qilgan holda qabul qilish quvuridagi dastlabki joyiga qaytadan o'rnating.
Mahkamlagichlarni qattiq torting, elektr kabelini klik etgan ovoz eshitilguncha qayta ulang, so'ngra filtr korpusi va butun qabul qilish qurini joyiga qaytaring. Dvigatelni ishga tushiring. Siz darhol dvigatelning bir maromda ishlashini va gaz pedaliga tezroq javob qaytarishini sezishingiz kerak. Pedalni yengil bosish orqali dvigatelning yana ravon ishlayotganiga ishonch hosil qilish kifoya. O'zgarishlar odatda darhol seziladi. Dvigatel bosh yurish rejimida kamroq tebranadi, tezlanish aniqroq va turtkilarsiz bo'ladi. Shuningdek, yoqilg'i sarfi sezilarli darajada kamayadi. Ishlash samaradorligini uzoq vaqt saqlab qolish uchun ushbu tozalash ishlarini taxminan har 6 oyda bir marta yoki havo filtrini har safar almashtirganda bajarish tavsiya etiladi. Agar ishdan keyin ham nosozliklar saqlanib qolsa, demak datchik nosoz bo'lishi mumkin va uni almashtirish zarur bo'ladi. Yangi debit metrining narxi avtomobil modeliga qarab odatda 200 dan 500 pul birligigacha o'zgaradi. Agar ishdan oldin dvigatel indikatori yonib turgan bo'lsa, xotiradagi xatolik kodini ochirish va tizimning umumiy holatini tekshirish uchun mos diagnostika vositasidan foydalaning. Shuningdek, hech qanday asbob-uskunasiz bajariladigan tezkor sinov ham mavjud. Datchik ulagichini uzib qo'ying. Agar dvigatel ishlashda davom etsa, demak datchik katta ehtimol bilan ishdan chiqqan. Agar u darhol ochib qolsa, demak qism hali ham soz. Ushbu oddiy va oson texnik xizmatga bir necha daqiqa ajratish orqali siz avtomobilingizning mexanik holatini saqlab qolasiz va katta xarajatlardan qochasiz.